Har kuni yurtimiz yo'llarida minglab avtomobillar harakatlanadi. Ularning har biri inson taqdiri, bir oila umidi. Ammo ba'zi haydovchilar qoidalarni emas, xatoga yo'l qo'yishni afzal bilishadi. Kuni kecha shunday haydovchilardan biri yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, turli xatarli manyovrlar bilan qarama-qarshi yo'lga chiqdi. Bu holatni telefon kamerasida tasvirlab, ijtimoiy tarmoqqa tarqatdi. Bunday qoidabuzarlikni targ'ib qilish o'zini qo'shtirnoq ichidagi qahramon sifatida ko'rsatishga urinishdir. Ammo aslida bu xatar, mas'uliyatsizlik va noqonuniy harakatdir. Haydovchi qilmishidan afsusda, ammo endi kech. Arman zapravkasining oldidan qarama-qarshiga o'tdim. 1 kilometrdan oshiqroq yurdim. Uni o'rtoqlarim videoga olib, o'zi Instagram tarmog'iga qo'ygan. Keyin holat bo'yicha tushuntirish berishdi. O'z qilgan ishimdan pushaymonman. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan holat yuzasidan tezkor chora ko'rildi. Haydovchining shaxsi aniqlanib, sodir etgan harakatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar sud organlariga yuborildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 128 prim 10-moddasi birinchi qismi hamda shu moddani prim 5 moddasini ikkinchi qismi bilan bo'lgan ma'muriy ko'rib chiqishni boshlaymiz. Sud qaroriga ko'ra, u belgilangan ma'muriy jazoga tortildi. Unga haydovchilik guvohnomasidan vaqtincha mahrum etish, jarima kabi choralar belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 5 moddasi ikkinchi qismi hamda 128 prim 10 moddasi birinchi qismida nazorat etilgan quyidagilarni sodir etganlikda aybdor topilsin. 2 yil muddatga transportlarni boshqarishdan mahrum qilib, badavlat hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Internetda mashhur bo'lish maqsadida sodir etilgan bu harakat nafaqat qonunga zid, balki boshqalar uchun ham juda xatarli. Yo'l harakati qoidalari bu nafaqat qoida, balki insoniy burch. Har bir rul ortidagi inson bir necha hayot uchun mas'ul.